Vatandaş yukarıda leksiyalarını görüp ettik. Bu hemisi Rusya'ya ve Ukrayna'ya münasebetli leksiya oldu. Endilikle vatandaşım bu leksiyalar doğrusu biz göz karışımızı koyup gündeyiz. Siz bilemezsiniz. Vaziyet ve muhakeme elip kararlı vatandaş. Ben başta söz yapacağım. Bu sözlerimdeki leksiyalar ile anladığımda nemedeydi? Rusya vazgeçiş gerek. Rusya nemede vazgeçiş gerek? Rusya egallab algan ziminlardan vazgeçiş gerek. Rusya'nın egallab algan ziminleri qayerdan qayergacha buni biz tasdiqlab bilib ketmaymiz vatandaşım. Asli vazgeçiş gerek doğru bo'ladigan bo'lsa Rusya ayni vaqtki Moskva knezligi yaşayan zeminge territoriya qaytib keldi. Şu vaqtda Rusya ziminlardan vazgeçken bulup hesaplandı. Bu yerda Uyg'uriston meselesi iziniz olsun vatandaşım. Bir misalni elib berey, hozir ziminlar mesela 4 aralda vazgeçiş gerek Yaponiyanın. Kengsborg şəhərindən Kaliningradda vazgeçiş gerek Germaniyanın. Men qoşdum Uyg'uristonda vazgeçiş gerek. Uyg'uriston Uyg'urning zeminidir. 1958 yılı 1 ayının 17. günü Uyg'urning ikinci qo'l rahbari, Uyg'urning ikinci qo'l siyosiyoni Abdurahim Aysani Xitoy bilan Rossiya birlashib, masalan Xitoyning maxfiy ishlar idorasi bilan Rossiyaning KGB birlashib Urumchida Tiananmen Xitoy tilida, Uyg'ur tilida Tangri tog'i mehmonxonasi, ya'ni harbiylar mehmonxonasida o'ltirdi. 58 ise 45-48 yıl Uyg'uristonda davlatni qurilgan davlatni munqaris qilib Xitoyga qo'shib berib, ening siyosiy arboblarini. Endi gap o'ngchilarni bo'ysundirish, millatchilarni bo'ysundirish. Xitoyda o'ngchilarni bo'ysundirish harakati, Uyg'uristonda millatchilarni bo'ysundirish harakati. Millatchi siyosiy rahbarimiz, ikinci qo'l rahbarimiz Abdurahim Aysa Xitoy bilan Rossiyaning qo'lida 1958 yılı 1 ayının 17. günü ana shunda o'ltirildi. Men hozir dedim-ku, Rossiya vazgeçiş gerek. Özünün hükümranlığı asideki özünün ilkiga ötkizip olgan başka ziminlarda vazgeçiş gerek dep de bodanıp, Ukraynalık bodanıp vazgeçiş gerek. Özünün tesir dairesinde vazgeçiş gerek Rusya. Ukrayna, Rusya hazır Orta Asya yürgüzüp atkan tesir dairesi vazgeçiş gerek. Bolup mu Uyg'uristonga yürgüzüp atkan tesir daire siyaseti vazgeçiş gerek. Şu vaqtda Uyg'uristonda Xitoyning hükümranlığı ahirlashida vatan. Ötken dedik ki Rusya'nın bir pite Uyg'uristonga dastlab turibdi. Xitoyning bir pite Uyg'uristonga dastlab turibdi. İki jahongir davlat o'rtasida Uyg'uriston Xitoyga mustamlik qilib berildi dedik ki vatandaş. Endi hozir Bodanovning so'zi bo'yicha aytganda Rossiya qanday ahvol ostida bo'lsin, o'zi egallab olgan ziminlardan, o'zining ta'sir doirasiga kirgizib olingan ziminlardan, jumladan O'rta Osiyodan va mustamlika Uyg'uristonda vazgeçiş gerek. Bunun için Rus-Xitoy o'rtasida tuzilgan bir qancha parcha kelishimni e'lon qilishi, arxivni elib chiqib konkretlashtirishi ve xalqaro jamiyatga topshirish kerak. Endi Bodanov shuni deganligi uchun biz bu shundoq deyalaydigan bo'ldik hozir vatandosh. Chunki Bodanov shundoq debdi. Rossiya 3 davlatga parchalanishi kerak ve undan ko'p davlatlarga parchalanishi kerak. Stalinning dafteriga nimalar yozilganligini men bilmayman ayni chaqda vatandoshim, lekin Rossiya, Char Rossiya, mayli keyingi Lenin Stalin Rossiyasi mushu doirada masalan butun O'rta Osiyo, Balbag'i O'rta Osiyo tuzlangnikida ikki millatning davlat qurishini qabul qilmadi. Uning birisi Tatariston, uning birisi Uyg'uriston.
Stalin muşu işki milletinin muşu dairi muşu tüzdenlikte devlet kuruşunu halimidi. Kubul kılmadı vatandaş. Bunun sebebini qanday küzüşünüz mümkün vatandaşım. Mongollar bilen Tatarlar Altın Ordu halkı devrede 250 yıl hükmranlık kıldı Rusiyaga. Siz bunu bana qaraganda yaxshiroq bilasiz vatandaşım. 250 yıl hükmranlık kıldı Rusiyaga. Şundaqla men davamlıq aytadiganligi Anchventning muxbiri Erkin Tarim degan odamning radioga bergan bir qatimli xabarida saqlab olib yo'qitib qo'ydim, kechiringlar. Turkiyada Osmanlı imperiyasini qurib chiqqan kishilar Qashqardan kelgan Uyg'urning avlodi degan. Bu tarixni belki siz bilmeysiz, biz bilmeymiz vatandaşım. Dünya şundaqken var. Çünkü bu dünyanı bütünley bilip ketiş sizden benim kolumdan kelmeydi. Bir insanın kolundan kelmeydi. Şuna biz bu ne dünya şundaqken dep xulaslaymiz vatandaşım. Demek Stalin'nin deptirden bu şu işki kısmet, işki akıbet şun uçu saklandı. Şun Orta Asya tüzden degene Tataristan devletinin kuruluşuna, Uyguristan devletinin kuruluşuna Stalin can cehli bilen, hatta Çar Rusya'mı can cehli bilen karşıda hazır dedik o. Serkerdi Yakup Bey Uyguristan'da birlik keltirdiğin vakit kelgende Kalpakovski tuyuksuz tecavüz kılıp maksat Yakup Bey'ni mağlup kılış. Tuyuksuz tecavüz kılıp kirip ili Alahan Sultanlığına ağırdı. Maksat birle Alahan Sultanlığını ağdırışla emas Yakup Bey'nin yolunu kesip taşlaş. Uyguristan'da birlikte kelgen bir bütün. Kudretlik devlet kuruşunun aldın eleş. Mesela Yakup Bey'nin kitabını yazgan Charles Bolger öz ağzı bilen dediği İngilizcelik. Yakup Bey kurgan devlet şu vakta Avrupa'daki devletler statüsüne beraber kelediğin devlet idi dediği. Avrupa'da kurulan devletler statüsü, yani devlet statüsüne beraber kelediğin, tanışıp kelelaydigan bir devlet idi. Yakup Bey şundaq devlet kurgan idi dedi. Bunu koyup duraylı. Bugün hazır vaziyet kıstap kepti. Bodanov dedi Rusya ile Ukrayna oturusunda buluvatkan uruş ahırlışıdı desen, bu işgal mümkünlük bre. Vladimir Putin ala kuluş gerek. İkincisi, Rusya, üçge, yani 4 devletke, ya köplegen devletlerge parçalanish gerek. Bu yerda bu bir meselenin iki tarafı. Vladimir Putin kesel sebebiyle shundaq bo'lgan holatimi o'xshashlar. Rusya parçalanadi, köp devletlerge parçalanadi deganlikdir. İkincisi, köp devletlerge parçalanish mümkünligi bilan Rossiyaga sabablik Ukrayna urushi to'xtaydi deganlikdir. G'arb dunyosi bilan hozir turli yo'llar bo'yicha Rossiya hukumati so'zlashyapti yoki urushni qanday oyoqlashtirish to'g'ri so'zlashyapti va urushdan keyingi Rossiyani taqdiri to'g'ri so'zlashyapti degan masala balki mishada gavdalik o'tirib chiqish kerak. Chiqishi mumkin, hurmatli vatandosh. Demek Ukrayna halkı hazır. Rusya'nın mağlubiyet gelip Türkiye söz geldik şeyimizde Fransa'yla tadqiqatçı nim dedi. Rusya, Ukrayna armiyasının Rusya'nın kayni sepiga şikirlep kirişini ya Kreml sarayı tarafki menişini halamayman dedi o tadqiqatçı. Men halayman. Ukrayna armiyası moşu şiddet. Moşu ilgirleşi bilen Kreml sarayının bu soğusuğa beriş gerek. Şu vaqtida cahan bo'ladi. Oxirida men sizga Uyg'urning diniy arbobi, shundaqli o'xshashli Uyg'urning siyosat arbobi marhum Abdulaziz Mahsumning bir abzas so'zi bilan oxirlashtiray vatandosh. Bu vaqt qachon 77-yilmi shu vaqtlar men Atoshtat merhum Abdulazizning uyiga kirgan edim vatandosh. Yo'qlab borgan edik.
Şu vaqtda öy kirsem bir karvat qo'yilibdi. G'arb taraf tamga bir yastıqni tashlab qo'yapti. 6-7 axunun 5'i selle. O'ltiribdi. Biz kirgan vaqtida biz mahsum shundaq dediki, burun gapning 5'i qayerdan boshlandi bilmadik, lekin bizning kirishimizga shundaq dediki, dunyoda İngiliz tugasa siyosat tugaydi. Dünyada German tugasa sanoat tugaydi. Dünyada Türk tugasa shijoat tugaydi. Shundaqla shu dunyoda Rus bilan Xitoy tugasa ofat tugaydi. Bugun keldi. G'arb dunyosining siyosati bu ofatni tugatishni elib keldi. G'arb dunyosining Ukrainaga berayotgan yordami bu ofatni Rossiya va Xitoydan iborat ikki ofatni yo'qotishning taraddudi va qadamini bosdi, qadamni tashladi. Siz shuni ko'rib oling-ki, vatandosh, bugun Rossiya halok bo'ladi. Bodanov, Ukrainalik Bodanovning so'zlari aytganda, Rossiya tugaydi, Rossiya yana bir necha davlatga parchalanadi. Jungo kompartiyasi nima bo'ladi? O faqat so'ning yuzida laylab turgan kupuk yoki so'ning yuzida laylab turgan mozg'ab. Uning taqdiri sho'li bo'ladi. Siz shuning ishining vatandosh. Cho'qim ishining. Chunki bu yerdagi har qanday kuch, mayli davlatning, mayli odamning har qanday kuch bu ruhiy kuchdir. Rossiya tugaydi, Xitoyning ruhi tugaydi. Rossiya mag'lub bo'ldi. Xitoy mag'lub bo'ldi, Rossiya mag'lub. Hozir Bodanov nima deyapti? Urush oxirlashida Ukrainada. Buni sharti Vladimir Putin halok bo'lishi kerak. Yoki Rossiya yana bir qancha davlatga parchalanishi kerak. Yoki urushning oxiri shundoq bo'lib oyoqlashidi deganlikdir, hurmatli vatandosh. G'ayrat qil, Amerika Qo'shma Shtatlari. Bu balki tarixdagi eng oxirgi fursatdir. G'ayrat qil, Amerika xalqi. Bu balki tarixdagi eng oxirgi bir ajoyib, g'aroyib ko'rinishdir. Hozir tarix maqolasilarga leksiya so'zlab berdik-ku. İnsaniyat tarixidagi, urush tarixidagi ajoyib bir manzara. 40 davlat Ukrainaga yordam beryapti. Salomat bo'ling, hurmatli vatandosh.